Eron bilan o'yindan keyin Katansiyadan intervyu olishdi. Chempionat Aziya. O'qidingizmi yo'qmi? O'qidim-da, eshitdim. Nazarimda bu biroz shov-shuvli intervyu. Qisqa bo'lsa ham shov-shuvli. Ya'ni Temurni hech narsani o'zgartirmagani bilan tabriklayman va bu yutuq mani shtabimniki degandek ma'no. Siz jamoa g'alaba qozonsa bu Katansiya mehnati 70%, mag'lubiyat bo'lsa ana Katansiya almashtiruvding Kapadze nima qildi degan sizga to'g'ridan-to'g'ri ayblov. Endi Katansiyadik odam sizni hech narsa o'zgartirmaganingiz uchun maqtagani bu sizga biroz alamli emasmi? Ya'ni siz o'zgartirdingiz. Meni o'zimning fikrim bor. Men uni keyin yana qo'shaman. Nimalarda o'zgarganini ko'rdim men. Chunki men avvalgi milliy jamoada ishlagan Kapadzeni ham, Olimpiada jamoasida ishlagan Kapadzeni ham yaxshi taniyman. Uni o'yin uslubini bilaman. Lekin Katanisning bunaqa bayonoti ketgan odam. Men umuman tushunmadim bu nima. Endi mayli, yo'q. Endi sinash sog'ligi joyiga kelibdi. Yaxshi bayonot beryapti. Yaxshi narsa gapiryapti-da. Albatta uni qilingan ishlari yoki boshqa uni hech kim inkor qilmaydi. Inkor ham qilmayapti. Hammasi joyida. Lekin terma jamoani qiyin paytda eng oxirgi anaqasida mayli sog'lik deb boshladik, o'zini xohishi bilan o'zini aniq qilib tashlab ketdi-ku bu narsani. Tashlab ketdi-ku endi oxirgi pallaga kelganda eng qiyin uchrashuvlar turganda, sog'lik. Men o't o'chiruvchi bo'lyapman. Bu hech kim uni haydagan yo'q yoki oxirgacha naborat rahbariyat ham boshi oxirgacha uni iltimos qilib, ishlab ber oxirgacha degan ana qilishdi. O'zi xohishi bilan eng qiyin pallada ketyapti. Mayli, sog'lik, hech anaqa bas shifo bersin boshqa narsa. Undan keyin trenerskiy shtabiga kelsak, men buni birinchidan odam sifatida, inson sifatida shuncha bilan harakat qildi, mehnat qilishdi, 3,5 yildim. Hozir kelib bularda olib tashamay degan birinchi hayolim, insoniylik hayolimdan birinchi bu o'tdi. Chunki ozmi ko'pmi bari undan oldin to'qnashib kelardik, boshqa qilardik dedim. Keyin ikkinchi amil vaqtimiz kamdim. Hozir kardinalni o'zgartirmay bolalar bari o'rgangandim. Kelganda ham buni ko'radi, buni aurasi bor yoki trenirovchi prosesda katta o'zgarish baribir o'sha razminkasi bo'lsin, u bo'lsin dedim. Yangi odam kelsa unga moslashish hali endi u chunki 2 kunga keladi. Hozir u nima ekan ana qilib boshqa narsaga o'tmasin dedim. Katta anaqa bo'lmasin dedim. Bu narsani u srazu xayolimdan o'tdi dedim. Ketishdan oldin o'zi eshitdi, trenerskiy shtabni nima qilsin? Men Ravshan aka dedim, billa boray. Men borib ko'ray dedim. O'sha как раз hali bir hafta Qatarda zborimiz bor o'sha Iordaniyaga qarshi o'rtoqlar uchrashuvdan oldin. O'shda назначениyaga birga bordik Ravshan aka. Men ko'ray, qani nima ish olib borishyapti, qanaqa yondashyapti. Agar esi нормальный профессиональные отношения хотят работать дальше, qaraymiz aka dedim. Kavota надо я своих всегда qo'shaman. Va hech anaqa joy bor. Shu bordim, gaplashdim, xohishlarini bildim. Dedim, to'g'ri, endi Katansiya ketdi, xohlasalaring dedim, shuncha ish baribir shetda ishladilaring, mehnat qildilaring dedim. Men vaqt qanaqadir katta o'zgartirish uchun kelmadim. Vaqtimiz ham yo'q dedim. Bor narsani dedim, yaxshi narsasini qoldirishimiz kerak, qo'shiladigan narsani qo'shishimiz kerak. Nima yana ham yaxshiroq, kuchliroq bo'ladi degan ularga ham buni fikrimni bildirdim. Gaplashdik. Trenirovchi prosesda ishladik, trenirovkada qani nima qilishyapti, menga tezda adaptatsiya uchun ham kerak edi. Qanaqa talablar bor edi? Chunki himoyada nima qilyapti, o'zi o'yinga qanaqa tayyorgarlik ko'radi, soperniklarda qanaqa izuchat qilishyapti. Ozmi ko'pmi shuncha yildan beri baribir informatsiyalar bor-da. Men u informatsiya menga kerakli narsalarda. Shtab sizga, siz shtabga kerak edingiz. Xuddi shunaqa. Bu hamma aminlar bitta anaqada. Men to'g'risini aytsam, hozirgi kunda ular aytaymi nimaga javobgarlik? Trenirovchi prosesda razminkasi podvodyashi, основной taktik hamma narsani o'zim qilaman. Nazariya sizda. Nazariya ham o'zimda, teoriyaga ham o'zim tayyorlayman, kerakli narsalarda. Taktik ham o'zimda, hammasi oxirgi o'sha pallada nima taktik komanda bittasi, qanaqa hujum qilamiz, qanaqa kombinatsiyalar qilamiz, nima hamma narsa o'zimda. Ular nima qilyapti? Ular faqat o'sha trenirovchining razminkasini qiladi. Podvodyash o'sha kvadratlarni. Bo'ldimi? Nima qiladi? Shuning uchun 5 kishini ushlab o'tirish shartmi? Men sizlarga yana bitta, men o'zi 2 kishini ham qoldirsam bo'lardi. O'zi 2 kishi edi, ishlayotgan, qolgani tak yordamchisi edi. O'sha Martin bilan Alish, который hamma prosesni olib boradi. Trenirovchidan ham hamma trener.
qolgani endi Vlado bor, Nixatu, Baratar, ularda ham albatta Baratarlar, trener, o'yinchilar bilan ham gaplashdim, darvozabonlar bilan har bir bilan suhbatlashdim, nima deysizlar, yaxshimi, podxodi qani, chunki o'zini komandalari bilan ham boshqa Baratarlar, trenerlar bilan ishlashadi. Bilib, surishtirib, yo'q, mamnunmiz deyishdi. Chunki katta ham variant bor edi, kimdir hamma narsani solishtirib, huquq gaplashib, o'shdagi insonlar bilan ichidagi hamma narsani ko'rib ana qildim. To'g'ri, o'sha Vlado bo'lsin, допустим, какой-то maslahat berishi mumkin. Uni anaqa kendim to'xtadim. Diskomfortni buzmaydim. Ishlaversindim, mayli. Birinchidan yaxshi ketyapti. Odamni ichida eshitmay qolmasin-da. Ishlarsin, mayli. Hozir buni olib tashlashdan bularni anaqa bo'lmasin. Muhit yaxshi bo'lishi uchun, muhit buzilmasligi uchun. Muhit ko'proq bo'ldi. Hech anaqa joy emas. Yoki men ulardan qanaqadir, to'g'ri, qanaqadir informatsiya bala olasiz, lekin men ulardan qanaqadir hozir ular bo'lmasa, men hozir kerak bo'lsa ularni olib tashlab boshqasini qo'yib, xuddi menga razminkaga boshqa narsa 2 kunga 3 kunga любой anaqa ham kerak bo'laveradi. Va hech anaqa muammo joyi yo'q. Muhit holatni o'sha saqlash uchun. Taktiski sistemasini boshqa o'sha ko'p narsa, chunki balkim o'zgartirish uchun vaqt ham yo'q. Birinchidan taktiski to'g'ri o'sha 1-2 kun qilasiz, lekin trenirovkada bu situatsiyani sozdавать qilishni, lekin o'rtoqlik uchrashuvda yana bir ko'rib qolsangiz undan ham yaxshi.